направляющийda luft ko'ringlar. Keyin gnezdоga ham e'tibor beringlar. Gnezdоda ham ancha urintirib qo'ygan. Qolganlarini holati yaxshi. Galovka Sharxondan olib kelishgan. Sharxondan Ahliddin degan ustoz kelgan. Mashina polniy motor bo'lyapti. Направляющийda ham qaranglar, luft bor. Bu luft nimaga zarar bo'ladi? Mashinani pixot ishlashlariga, keyin gaz rasxodlariga, klapani bo'shataveradi, yana mashina o'zgarib qolaveradi, gazli girovka qilaveradi, yana o'zgaraveradi. Shu holat kelib chiqadi. Biz buni komplekt направляющий qo'qiladida, qaranglar, bu vashi ko'p. Komplekt направляющий и bir dona gnezdo, yangi klapdan go'zal bo'ladi.